Yaxşımısınızlar dostlar, hammalarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Bugun hammamiz uchun intayin xo'shallik bir kun bo'ldi deb o'ylayman. Menimcha hammamizning hissiyoti o'xshash. Bugun men barliq koni yangi xaridorlarimga hamda bundan keyin men bilan birga mush New Skin biznesini birga qilishni xohlaydigan yangi do'stlarga, yangi xaridorlarga qanday qilib New Skin'ning mahsulotlarini bekorga chiqarib olg'ili bo'ldi to'g'riliq so'zlab bermoqchi. Qani hammamizning diqqati ekranda bo'lsin. Men sizga New Skin akkaunt ochib bergandan keyin siz Google'dan newskin.com'ga kirib, ya'ni o'zingizning davlatidagi siz o'ng tarafda o'shada sign in deydigan, ya'ni kirang deydigan yaba va kirgandan keyin ADR management deydigan bir programmasi bor. Ya'ni ADR bu yerni assangiz, buning ma'nosi har oyda sizga avtomatik olgan narsangizni avtomatik avatib berdi. Endi buni masalanga siz har oyda o'xshash narsa olmaymiz. Shuning uchun qanaqa qilamiz deganda, buniki avval foydasini so'zlay. Buning eng yaxshi yeri, siz har bir product olgan vaqtingizda sizniki shu productniki valuesi qarab 20% sizga nima berdi, point value berdi, ya'ni 20% discount berdi. Bu pointni siz keyingi oyda ishlatalaysiz. Buni meniki qaraydigan bo'lsak, men mushu Galvanic Spa'ningki yuziga qiladigan jelni har oyda olman. Shuning uchun men bunga kirgizib qo'yguliqqa. Kirgizib bo'lgandan keyin save, ya'ni save change qilsiz. Endi har oyda siz o'xshash narsani olmayman desangiz, siz ADR ga kirib manage ADR product deydigan yer bor. Buni bosamiz. Bosgandan keyin masalan, men mayda bu narsa kerak emas bo'lsa, başqa bir narsa almoqchi bo'lsam, masalan, gel deylik. Gel desangiz ham chiqadi. Masalan, enhancer skin gelni kirgirsam, bu yerga chiqadi. Undan keyin men mani chiqarib olsam bo'ldi. Bu yerda bu tarafda ko'paytirish belgisi va mani chiqarib olsangiz bo'ldi. Undan keyin save change. Men qaraydigan bo'lsangiz, point balance deb 19 point chiqdi ya. Bu meniki men ishlatgani bo'lgan pointim bu oyda. Undan keyin men buningga bekorlik nimalar olayman desangiz, masalan, AB24 deb kirsangiz, mana tish pastasi chiqadi. Yoki bo'lmasa, mana eg'iz yuydigan suyuqlik chiqadi. Bu eg'iz yuydigan suyuqlikniki mana point balance 5 da 7. Ya'ni meniki 19 pointim bor. Masalan, men shuningdan 3 botulka shunda AP24 eg'iz chaqaydigan suyuqlikdan 3 botulka olayman. Ya'ni bir botulkasining bahasi $14 50 sent bo'lsa, 3 botulkasining bahasi $45 atrofidagi narsani men bu oyda bekorga chiqarib olayman degan gap. Shuning uchun shu har bir New Skin accounti bor qizlar shu ADR programmini, ya'ni automatic delivery system deymiz buni yaxshi ishlasanglar bekorga narsalarni chiqarib olasizlar. Endi diqqat qiladigan nuqta nima deganda, har oyda chuqur, masalan, men qaraydigan bo'lsangiz, manage ADR product, siz har oyda masalan 5-sizlar avatgan bo'lsa, chuqur ma aydımı 7 ayning 5-i menga avtomatiklan bu narsani avatib berdi, shu jelni. Shuning uchun men qanaqa qilman deganda, 7 ayning 5-idan burun men manage, ya'ni bu productni chiqarib etib, o'zim olmoqchi bo'lgan narsalarimni, masalan, men cleanser olmoqchi bo'lsam, Lumispa cleanser deb yozsanglar, har xil cleanserlar chiqadi. Masalan, miyada New Skin cleanser action foaming cleanser deydi. Shuni olmoqchi bo'lsam, men buni kirgizman. Undan keyin mani chiqarib etiraman. Chiqarib etgandan keyin sizniki bu ADR ning ichida shu bir tala productingiz bo'ldi. Undan keyin save change qilsangiz bo'ldi. Endi bu ADR da endi olgan vaqtingizda shu 50 pointlik narsa olsangiz, sizga bekorga avatib berdi narsalarni, ha. Bo'ldi qizlar, yana tushunmagan yerlar bo'lsa, menga ayrim xat qoldirsanlar, men birdan tushuntirib qo'ysam bo'ldi. Hammalarning vaqti xayrli bo'lsin.